Assalomu alaykum do'stlar, bu Qozaq Story Time. Biz boshlaymiz. Eshik ortida qolgan ona. U o'sha kuni eshikni qattiq yopdi. Na ortga qaradi, na so'z qoldirdi. Faqat kalitning jarangi va yog'och eshikning og'ir ovozi xonani to'ldirdi. Ona esa koridorning chetida jim turardi. Qo'lida eski sumka, ko'zlarida esa yillar davomida yigilgan sabr. Endi kelmang degan edi o'g'li. Men o'zim yashayman. Uning ismi Jamshid edi. 28 yoshda. Ishli o'ziga ishongan, lekin ichida doim gazab yurardi. U bu uyni o'zi ko'tarib kelganman deb hisoblar, onasining mehnatini esa ko'rmasdi. Chunki onasi jim edi. Juda jim. Men seni boqib kelganman demadi ona. Men uchun kechalari uxlamaganman demadi. Bu uy meniki demadi. U faqat bosh irgadi. Xo'p dedi. Shu so'z bilan u eshik ortida qoldi. Jamshid o'sha kecha galati yengillik his qildi. Xuddi yelkasidan og'ir yuk tushgandek. Endi hech kim savol bermaydi, hech kim qayerga ketayapsan demaydi. Uy jim. Tartibli. Bosh. Ammo jimlikning ham ovozi bor. Tunda u oshxonadan suv ichgani chiqqanida eski kursi yonida onasining sharfini ko'rdi. Uni ko'tarib chetga qo'ymoqchi bo'ldi. Ammo nimadir to'xtatdi. Sharfning hidida bolaligi bor edi. Qishda maktabga borib kelgan yo'llar, istilmagan xonalar, onasining quruq nonni ikkiga bo'lib bergan kechalari. Ahmoqlik dedi u o'ziga. 60. U sharfni tortmaga soldi va chiroqni o'chirdi. Bir oy o'tdi. Jamshid hayotiga sho'ngidi. Ish, do'stlar, rejalari. Ona haqida deyarli o'ylamadi. Faqat ba'zan telefonini ko'rganda ichida nimadir qimirlar, lekin u qo'ng'iroq qilmasdi. O'zi ketdi derdi u o'zini oqlab. Menga to'siq bo'lib qolgan edi. Bir kuni ishxonada hujjatlar orasida xat oldi. Konvert eski edi. Manzili qo'lda yozilgan. Jamshidga. Ichida qisqa yozuv bor edi. Agar bir kun uyda polni almashtirsang, sandiqni ko'rasan. Ochishga shoshilma. Avval esla. Xat imzosiz edi. Jamshid kuldi. Qanaqa sandiq? Dedi u. Ammo yuragi tez ura boshladi. O'sha kecha u yerto'laga tushdi. Bu yerto'la har doim yopiq bo'lardi. Ona kerak bo'lsa aytaman derdi. Jamshid hech qachon qiziqmagan. Endi esa qo'lida fonar bilan zinadan tushar ekan, har bir qadamda bolaligini esladi. Polning bir joyi boshqacha edi. Taxtalar rang jihatdan farq qilardi. U taxtani ko'tardi. Pastida temir sandiq. Qulfli. Og'ir. Zang bosgan. Jamshid yutindi. Nima bu? U sandiqni tortib chiqardi. Qulfni ochish oson bo'lmadi. Nihoyat qars etib ochildi. Ichida pul yo'q edi. Na oltin, na dollar. Faqat hujjatlar. Eski daftar. Suratlar. Va bitta konvert. Konvertda yana yozuv bor edi. Boylik pul emas. Agar buni o'qiyotgan bo'lsang, demak kech bo'lmagan. Jamshid o'tirib qoldi. U tushunmadi. Ammo bir narsani his qildi. U onasini quvib chiqargan kuni nimanidir yo'qotgan edi. Va bu sandiq o'sha yo'qotilgan narsaning boshlanishi edi. Sandiq ichidagi izlar. Jamshid sandiq yonida uzoq o'tirdi. Yerto'ladagi sovuq pol suyaklariga o'tib borardi, ammo u joyidan qimirlolmadi. Konvertdagi so'zlar miyasi ichida qayta-qayta aylanardi. Boylik pul emas. Unda nima? Dedi u ovoz chiqarib. U hujjatlarni birma-bir ola boshladi. Birinchisi eski mehnat daftarchasi edi. Onasining ismi yozilgan. Ish joylari esa Jamshid tasavvur qilmagan joylar edi. Zavod, ombor, tikuv sexi, bozor ortidagi kichik sex. Ba'zilarida atigi bir necha oy ishlagan, ba'zilarida yillar. Bularni qachon ulgurgan? Dedi u hayron. Chunki u bilgan ona faqat uyda bo'lardi. Ovqat pishirar, kir yuvardi, jim yurardi. Ishdan kelib charchaganini ko'rmagan edi. Keyingi papkada bank kvitansiyalari bor edi.
Kichik-kichik summalar. Har oy deyarli bir xil vaqtda. Yillar davomida. Jamshid tez hisoblab ko'rdi. Bu, dedi u, juda ko'p pul-ku. Pul katta ko'rinmasdi, lekin doimiy edi. Eng muhimi, u pullar uning hisobiga emas, boshqa nomga o'tkazilgan edi. Notanish ism. Daftarni ochdi. Bu ona daftar edi. Yozuvlar tartibli, lekin qisqa. Jamshidning kontrakti to'landi. Kreditning oxirgisi yopildi. U bilmasin. Jamshidning tomog'i quridi. Demak, dedi u sekin. Mening oqshim. U keyingi sahifani ochdi. Uy hujjatlari tartibga keltirildi. Agar bir kun u haydab yuborsa, baribir uyi o'ziniki bo'lsin. Jamshid qo'llarini yuziga bosdi. U onasini uydan ketmaydigan, hech narsa qilmaydigan deb o'ylagan edi. Aslida esa u hamma narsani oldindan rejalashtirgan edi. Sandiqning tubida suratlar bor edi. Jamshid ularni ko'rib muzlab qoldi. Onasi yoshroq paytida. Boshqa kiyimda. Boshqa odamlar bilan. Ba'zi suratlarda u kulardi. Jamshid bunday kulgini hech qachon ko'rmagan edi. Bu qayer? Dedi u. Surat orqasida yozuv bor edi. 1989 yil. Chekka qishloq. Keyingi surat. 1993 yil. U tugilgan yil. Jamshid o'sha suratga uzoq tikildi. Onasining nigohi kameraga emas, yon tomonga qaratilgandi. Go'yo kimnidir yashirayotgandek. Yana nima yashirgansan, ona? Pichirladi u. Eng pastda bitta hujjat turardi. Qalin qog'oz. Muhrlangan. Vasiyatnoma. Jamshidning yuragi dukillab ketdi. Bu erta emasmi? Dedi u. Hujjatda sana bor edi. Bir oy oldin. Aynan u onasini uydan quvib chiqargan haftada. Jamshid o'qidi. Vasiyatnomada uy Jamshidga qoldirilgan edi. Lekin bitta shart bilan. Agar u meni topib, yuzimga qarab kechir desa. Jamshid o'rnidan sakrab turdi. Agar topmasa-chi? U sahifani oxirigacha o'qidi. Agar topmasa, sandiqdagi ikkinchi konvert ochiladi. Jamshid atrofga qaradi. Ikkinchi konvert. U sandiqni yana kavladi. Burchakdan kichkina, yopishtirilgan konvert chiqdi. U ochilmagan edi. Qo'llari titradi. Bu nima? U ochdi. Ichida bitta manzil va bitta jumla bor edi. Men seni kechirdim. Endi sen o'zingni kechir. Jamshidning ko'zlari yoshlanib ketdi. Bu paytda u tushundi. Onasi uni jazolamagan. Uni sinagan. Va u sinovdan o'ta olmagan edi. Ammo hali hammasi tugamaganini u yuragi bilan sezdi. Chunki bu sandiqda pul yo'q edi. Demak, haqiqiy boylik hali topilmagan edi. Manzil. Jamshid ertalab uydan shoshilinch chiqdi. Kecha uxlamadi. Sandiqdagi hujjatlar, daftarlar, onasining yozuvi, hammasi ko'z o'ngida aylanardi. Eng ko'pi esa vasiyatnomadagi bitta jumla yuragini siqardi. Agar topib, yuzimga qarab kechir desa. Topaman, dedi u o'ziga. Qanday bo'lmasin? Ikkinchi konvertdagi manzilni qayta-qayta o'qidi. Shahar chetidagi eski ko'cha. Jamshid u tomonga kam borardi. Avtobuslar siyrak, uylar past, odamlar kam. U manzilga yetib kelganda ko'chada sukunat hukm surardi. Eski daraxtlar, oqarib ketgan devorlar, eshiklarda raqami zo'rga ko'rinadigan uylar. Shu yer bo'lsa kerak, dedi u. Eshikni taqillatdi. Ichkaridan ovoz chiqdi. Kim? Bu ovoz. Jamshid yuragi to'xtab qolgandek bo'ldi. Men. Jamshidman. Eshik ochildi. Lekin qarshisida onasi emas, yoshi kattaroq ayol turardi. Ko'zlari charchagan, lekin mehrli. Sen uning o'g'limisan? Dedi u. Ha, dedi Jamshid. U qayerda? Ayol bir zum jim qoldi. Ichkariga kir, dedi u, hammasini bu yerda aytib bo'lmaydi. Uy ichida hid boshqacha edi.
Dorining hidi, choyning hidi va yana nimadir odamlarning umidi. Bu yer nima? So'radi Jamshid. Bu kichik markaz, dedi ayol. Onang shu yerda ishlaydi. Ixtiyoriy. Qanday markaz? Yolg'iz qolganlar uchun, dedi ayol. Uydan quvilganlar, qarindoshi yo'q keksalar uchun. Jamshidning tomog'i quridi. U qachondan beri? 10 yildan beri, dedi ayol. Har kuni keladi. Ovqat topadi, hujjat bilan yordam beradi, shifokor olib keladi. Pulni qayerdan oladi? Ayol kulimsiradi. Sen bilgan pulni o'zi topgan, dedi u, sen bilmagan pulni esa boshqalar uchun saqlagan. Jamshid devorga osilgan ro'yxatga qaradi. Ismlar, yoshi, qisqa izohlar. Uyidan quvilgan. Bolalari rad etgan. Yolg'iz. U har bir satrni o'qib, ichida nimadir uzilib ketayotganini his qildi. Onam qayerda hozir? Dedi u. Orqa xonada, dedi ayol. Lekin bilgin, u seni kutmaydi. U faqat ishlaydi. Jamshid sekin yurib orqa xonaga kirdi. U yerda onasi stol yonida o'tirardi. Oldida hujjatlar, dorilar ro'yxati. Sochi oqarib ketgan, yelkasi bukilgan. Ammo harakati aniq edi. Ona, dedi Jamshid. U boshini ko'tardi. Ko'zlari Jamshidga tushganda u jim qoldi. Hayrat ham, gazab ham yo'q edi. Faqat sokinlik. Keldingmi? Dedi u. Jamshid gap topolmadi. Men sandiqni topdim, dedi uzorga. Bilaman, dedi ona. Vaqti kelgandi. Nega bularni menga aytmadingiz? Ona daftarni yopdi. Chunki sen tinglashga tayyor emas eding. Dedi u, endi tayyormisan? Jamshid ko'z yoshlarini yashira olmadi. Men sizni uydan quvib chiqardim, dedi u. Ona bosh irgadi. Ha, dedi u, ammo sen birinchi emassan. Jamshid qotib qoldi. Nima degani bu? Bu yerga kelganlarning ko'pi o'z farzandlari tomonidan tashlab ketilgan, dedi ona. Men ularni tushunaman. Nega? Ona unga qaradi. Chunki bir kun kelib sen ham tushunishing kerak edi, dedi u. Boylik uy emas, pul emas. Boylik odamni tark etmaslik. Jamshid chuqur nafas oldi. U tushundi. Onasi uydan ketmagan edi. U o'z ishiga qaytgan edi. Va bu ish undan ham qimmat edi. Kechirim. Jamshid onasining qarshisida tik turardi. Bu safar u o'zini katta his qilmasdi. U o'sha bolaligida qishda qoli muzlab onasining etagiga yopishib olgan bola edi. Faqat endi kechikkan edi. Ona, dedi u ovozi sinib. Kechiring. Ona uzoq jim qoldi. So'ng sekin stuldan turdi va deraza yoniga bordi. Tashqarida hovlida bir kampir yurardi, qo'lida dori paketlari. Kechirim so'rash oson, dedi ona. Lekin eshitish qiyin. Jamshid boshini egdi. Men adashdim, dedi u, pulni, uyni, tinchlikni boylik deb o'yladim. Sizni esa to'sqinlik deb ko'rdim. Ona orqasiga o'girildi. Men senga gazablanmadim, dedi u, chunki men seni shunday bo'lib qolishdan qo'rqib yashaganman. Nimadan qo'rqdingiz? So'radi Jamshid. Ona chuqur nafas oldi. Otang vafot etganidan keyin, dedi u, men ikkita tanlov oldida qoldim. Seni dunyoga qarshi qattiq qilish yoki dunyoga qarshi yolg'iz qoldirmaslik. Qaysini tanladingiz? Ikkinchisini, dedi ona. Va buning uchun seni ba'zan og'riqqa qoldirdim. Jamshid ko'z yoshlarini artdi. Sandiqdagi pulchi? Dedi u, nega menga bermadingiz? Chunki u seniki emas edi, dedi ona. U pul bilan men boshqa onalarga yordam berdim. Ularning bolalari ham seni quvib chiqarganidek ularni tashlab ketgan edi. Jamshid titrab ketdi. Demak men. Sen ham ularning bolalaridan biri bo'lib qolding, dedi ona sokin. Lekin hali kech emas. Jamshid tizzasiga cho'kdi. Ona, dedi u, uyga qayting. Iltimos. Ona unga uzoq qaradi. U endi meniki emas, dedi u, sen uni tanlading.
Men esa bu joyni tanladim. Unda men nima qilay? Dedi Jamshid. Ona unga yaqinlashdi va qo'lini uning yelkasiga qo'ydi. Agar meni chin kechirishni xohlasang, dedi u, bu yerda qol. Bir kun, bir hafta, bir oy. O'zingni sinab ko'r. Jamshid boshini ko'tardi. Bu yerda pul yo'q, dedi ona. Rahmat ham kam. Faqat odamlar bor. Jamshid atrofga qaradi. U endi tushundi. Bu joy sandiqdagi haqiqiy boylik edi. Qolaman, dedi u. O'sha kuni Jamshid birinchi marta yotoqxona tozaladi. Ovqat tashidi. Hujjatlar bilan yugurdi. Kechga borib belini his qilmadi, lekin yuragi galati yengil edi. Bir keksa erkak unga qarab dedi. O'g'lim, sen bugun kelganing bilan boyib ketding. Jamshid kulimsiradi. Qanday qilib? Chunki sen onangni topding, dedi u. Jamshid esa ichida shuni bildi. U o'zini topa boshlagan edi. Sinov. Jamshid markazda qolganiga bir hafta bo'ldi. Kunlar bir-biriga o'xshash edi, lekin ichida og'irlik bilan birga ma'no paydo bo'layotgandi. U hujjatlar tashirdi, keksalarni shifoxonaga olib bordi, ba'zan shunchaki yonlarida o'tirib, gaplarini tingladi. Har bir hikoya uning o'z hikoyasiga o'xshardi. Bir kuni tushdan keyin telefon jiringladi. Jamshid, dedi tanish ovoz. Men notariusman. Yuragi siqildi. Ha. Uyingiz bo'yicha hujjatlar tayyor. Vasiyat masalasi bor. Bugun kelmasangiz jarayon boshlanadi. Qanday jarayon? Mulkni sotuvga qo'yish, dedi ovoz sovuqqon. Qarzdorlik sababli. Jamshid jim qoldi. Men kelaman, dedi u nihoyat. Notarius xonasida hammasi rasmiy edi. Qog'ozlar, muhrlar, sovuq ohang. Onangiz vasiyatida uy sizga qoldirilgan, dedi notarius. Lekin shart bajarilmagan. Qaysi shart? Kechirim va qaytish, dedi u, rasmiy tasdiq yo'q. Jamshid yutindi. Agar sotilsa-chi? Qarzdorlik yopiladi, dedi notarius. Qolgani sizga. Bu pul Jamshid uchun endi boshqa ma'noga ega edi. Markazga qaytib, onasiga hammasini aytdi. Demak, vaqt keldi, dedi ona sokin. Uy ketadi, dedi Jamshid. Agar siz qaytmasangiz. Ona deraza tomonga qaradi. Men o'sha uydan ketganimda, dedi u allaqachon uy bo'lmay qolgan edi. Lekin u sizning mehnatingiz. Mehnat devorda emas, dedi ona. Mehnat odamda. Jamshid chuqur nafas oldi. Unda men qaror qildim, dedi u. Qaysi? Uyni sotaman, dedi Jamshid. Qarzni yopaman. Qolgani bilan shu markazni kengaytiramiz. Ona unga uzoq qaradi. Sen buni pul uchun qilyapsanmi? So'radi u. Yo'q, dedi Jamshid. Men buni sizdan o'rgandim. Ertasi kuni hujjatlar imzolandi. Uy sotuvga qo'yildi. Jamshid kalitni qo'liga oldi. Shu kalit bilan u onasini quvib chiqargan edi. Endi esa u bilan 60 ni yopayotgandi. U kalitni stolga qo'ydi. Xayr, dedi u past ovozda. Kechga borib markazga bir necha yangi kishi keldi. Joy yetmay qoldi. Ovqat kam edi. Lekin Jamshid charchaganini sezmadi. Qiyin bo'lyapti, dedi u onasiga. Qiyin bo'lsa, dedi ona, demak to'g'ri yo'ldasan. Jamshid shu payt tushundi. Bu sinov uyni yo'qotish emas edi. Bu o'zini yo'qotmaslik edi. Haqiqiy boylik. Uy sotildi. Kalit boshqa qo'llarga o'tdi. Jamshid orqasiga qarab turmadi. Chunki u bilardi, u uyda endi devorlar qolgan, lekin uylik qolmagan edi. Markaz esa kundan kunga kengayardi. Yangi ko'ngillilar kela boshladi. Kimdir ovqat olib keldi, kimdir kiyim. Kimdir faqat o'tirib keksalarni tingladi. Jamshid buni ko'rib hayratda qoldi. Odamlar qayerdan chiqyapti? Dedi u bir kuni. Ona jilmaydi. Ular doim bor edi, dedi u, faqat kimdir birinchi qadam qo'yishi kerak edi.
Bir kuni markazga bir erkak keldi. Qimmat kiyimli ammo kamtar. Siz Jamshidmisiz? So'radi u. Ha, men sizning onangizni uzoq yillardan beri bilaman, dedi u. U bir paytlar mening onamni ko'chadan olib kirgan. Jamshid jim qoldi. Agar u bo'lmaganida, dedi erkak, men bugun bu yerda bo'lmasdim. U konvert uzatdi. Bu qarz emas, dedi u, bu minnatdorlik. Jamshid konvertni ochdi. Ichida katta summa bor edi. Men buni ola olmayman, dedi u. Siz emas, dedi erkak. Bu joy oladi. Shundan keyin yana odamlar kela boshladi. Kimdir bir vaqtlar shu markazda tunagan. Kimdir onasining dori pulini shu yerda topgan. Kimdir esa shunchaki insoniylikni yo'qotmagan edi. Jamshid tushundi. Onasi pulni sandiqda yashirmagan. U odamlar ichida saqlagan edi. Mana shu haqiqiy boylik edi. Bir kuni kechqurun Jamshid onasi bilan hovlida o'tirib qoldi. Ona, dedi u, agar o'sha kuni sizni quvib chiqarmaganimda-chi? Ona uzoq jim qoldi. Balki sen hech qachon bu yerga kelmasding, dedi u. Ba'zi xatolar odamni yo'ldan chiqaradi. Ba'zilari esa yo'lga soladi. Siz meni kechirdingizmi? Ona uning qo'lini ushladi. Men seni hech qachon tark etmaganman, dedi u. Sen faqat uzoqlashgan eding. Jamshid ko'z yoshlarini yashirmadi. Bir yil o'tdi. Markaz endi kichik emas edi. Shaharda uni bilishardi. Jamshid ishini o'zgartirdi. U pul ortidan emas, ma'no ortidan yuradigan bo'ldi. Bir kuni u sandiqni yana ochdi. Endi u bosh edi. Va bu boshliq uni qo'rqitmadi. Chunki u bilardi. Haqiqiy boylik sandiqda emas, yurakda edi.